Dabdabali to'y bu baxt emas. Ko'p hollarda u o'zimizni borini ko'z-ko'z qilish istagining natijasiga aylanib boryapti. Yoki birovdan kam bo'lmaylik qabilida qilinadigan harakatlarga ham o'xshab qolmoqda. Qimmat liboslar, dabdabali bezaklar, ortiqcha mehmonlar, ammo bularning bari bir kunlik jarayon xolos. Uning ortidan esa qarz, charchoq va ichki bo'shliq qoladi ko'p hollarda. To'y 2 yosh uchun yangi hayotning boshlanishi bo'lishi kerak. Uning og'ir yukiga aylanmasligi lozim. Endi esa dabdabali to'y va ma'rakalarni o'tkazish qat'iyan to'xtatiladi. Bunga qarshi yurtimizda maxsus guruh tuzildi. Bu ixtiyor. U 2 yil oldin uylangan. To'yiga siz bilan men bormaganmiz xolos. O'zi ham rosa shov-shuv bo'ldi. Naqd bir hafta gapirishdi odamlar. To'y qilish uchun avval 3 yil pul yig'di, mana yetmay qolgan joyiga olingan kreditlarni 2 yildan beri ayoli bilan birga to'layapti. Bu esa Nodirbek. U ham o'z baxtini topganiga 2 yil bo'ldi. Ixtiyorning sinfdoshi 100 kishi bilan to'yini o'tkazib yubordi. Satqay odam ket, pas demadi hech kim. Kichkinagina to'y uni baxtli bo'lishiga xalaqit qilmadi, ya'ni. Muhimi, krediti ham, qarzi ham yo'q. Xotirjam yashayapti. Dabdaba borasidagi qarashlar uzoq vaqtdan beri o'zgartirishi zarurligi aytib kelinishiga qaramasdan, natijalar quvontirmayapti. Odamlar nima deyishi hali ham qiziq degani bu. Bir asrdan oshiq bu jarayonga qarshi kurashishda davom etyapti. Lekin natijalar qanday tugayotganini ko'rib turibsiz. Misol uchun 2024-yilda O'zbekistonda o'tkazilgan to'y marosimlar bilan bog'liq hamma sarf-xarajatlar 12 milliard dollardan oshiq bo'lganligini ko'rsatdi. Bu natijani o'zi ham endi tasavvur qilavering, qanday ijtimoiy oqibatlarga olib kelgan. 12 milliard dollar aholining sof daromadimi? Yo'q. 12 milliard dollarning anchagina qismi qarzga, kreditga olingan pullar hisobiga sodir bo'lyapti. Ishga bel bog'lashdan avval qator sotsiologik tadqiqotlar ham o'tkazildi. Sotsiologik tadqiqot so'rovlarida ma'lum bo'ldiki, aholimizning 70% dan ortig'i maromiy to'y qilish tarafdori. Faqat shunday bir ijtimoiy psixologik stereotiplar borki, bu jarayonlarda afsuski mana bu kimdir nimadir deydi, qayerdadir u ham ishtirok etgan yoki kimgadir nimadir qarzdor degan tushunchalar hisobiga. Ana shu yo'l, shu bosim ularni maromiy to'y qilishiga xalaqit beryapti. Ammo yaxshi yangilik. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, Mahallalar uyushmasi, Xotin-qizlar qo'mitasi va Nuroniy jamg'armasi bir nuqtada birlashadigan bo'ldi. Maromiylik nomini olgan loyiha orqali bu muammoga qarshi kurashiladi endi. Reja dastur qanday ishga tushadi? Agar e'tibor bersangiz, hech kimni aytaylik ma'muriy nuqtai nazardan jazolash yoki aytaylik siquvga olish masalasi ko'tarilgani yo'q. Bu yerda ongli iste'mol, odamlarga tushuntirish bo'lyapti. Bu yerda media kompaniya amalga oshiriladi. Har bir hududning o'ziga xos holatidan kelib chiqib odamlarga tushuntiriladi. Bu muammoni real, demak, yechimlari bo'yicha amaliy xatti-harakatlar amalga oshiradi. Shu so'zga urg'u beramiz, amaliy xatti-harakat. U nimalardan iborat? Bu endi hozircha sir bo'lib turadi. Shu amaliy xatti-harakatlar paketida har bir holat uchun ko'rsatilgan qonun qoidalar bor, ta'sir mexanizmlari bor. Belgilab olingan 90 kunlik dasturga asos bo'lgan qator keyslar mavjud. Davlat rahbarining 2025-yil 21-aprel kuni qabul qilingan farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 589-sonli qarori shular jumlasidan. Qolaversa, allaqachon qonunchilikda tartiblar buzilgan taqdirda qo'llaniladigan jarima va jazo choralari ham belgilangan. Masalan, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlarni o'tkazuvchilar tomonidan mazkur tadbirlarni tashkillashtirish tartibiga doir talablarga rioya etmaslik, fuqarolarning bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, to'yxona, kafe va restoranlarning mansabdor shaxs tomonidan sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida. Ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik, ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Demoqchimizki, yo'lning boshiga bir kunlik dabdabani muhrlash qurilajak oilaning baxtini ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qila olmaydi. Bu kun Shahzoda Abdullayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.